Assalomu alaykum. E'tiboringiz markazida kun yangiliklari. Agar kanalimizda yangi bo'lsangiz, obuna bo'lishni va like bosishni unutmang. Go'sht narxi o'sishi umumjahon tendensiya. O'zbekistonda 2025-yilning boshidan mol va qo'y go'shti narxlari mos ravishda 3,7% va 3,4% ga oshdi. Narxlarning shunga o'xshash o'sishi mintaqaning turli mamlakatlarida ham qayd etilmoqda. Masalan, Qozog'istonda mol go'shtining narxi 6,2% ga, qo'y go'shti 2% ga, Qirg'izistonda 4% ga, qo'y go'shti 4,1% ga, Rossiyada 3,4%, qo'y go'shti 0,4% ga oshgan. Shu bilan birga O'zbekistonda tovuq go'shti ko'rsatilgan davrga 0,5% ga arzonlashdi. Misol uchun, Rossiyada tovuq go'shtining narxi 9,7% ga, Qozog'istonda esa 4,7% ga oshdi. Mahalliy bozordagi narxlarning shakllanishiga oziq-ovqat mahsulotlari narxlarining global o'sishi bevosita ta'sir ko'rsatmoqda. Birlashgan Millatlar Tashkilotining Oziq-ovqat va qishloq xo'jaligi tashkiloti ma'lumotiga ko'ra, 2025-yil fevral oyida oziq-ovqat narxlari indeksi 1,6% ga oshgan.